2026 yilgi Chevrolet Gentra yangi avlod avtomobillar orasida o'zining zamonaviy dizayni, ilg'or texnologiyalari va qulaylik darajasi bilan ajralib turadi. Bu model nafaqat tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlari bilan, balki ichki imkoniyatlari, xavfsizlik tizimlari va iqtisodiy samaradorligi bilan ham e'tiborni tortadi. Chevrolet har doim haydovchilarga ishonchli, bardoshli va zamon talablariga mos mashinalarni taqdim etib kelgan bo'lsa, 2026 Gentra bu an'anani yangi bosqichga olib chiqmoqda. Uning tashqi ko'rinishi zamonaviy aerodinamik shakllar, keskin chiziqlar va LED yoritish tizimlari bilan bezatilgan bo'lib, avtomobilga premium ko'rinish beradi. Salon ichiga nazar tashlaganda esa, yuqori sifatli materiallardan foydalanilganini darhol sezish mumkin. Yumshoq charm o'rindiqlar, keng joylashuv va ovoz izolyatsiyasi yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Multimedia tizimi esa 10 dyuymli sensorli ekran orqali boshqariladi va Android Auto hamda Apple CarPlay bilan to'liq mos keladi. Yangi Gentrada ilg'or navigatsiya tizimi, Bluetooth ulanishi, ovoz orqali boshqaruv va simsiz zaryadlash funksiyalari mavjud. Bu esa haydovchilarga yo'lda xavfsiz va qulay boshqaruv imkonini beradi. Texnik jihatdan qaralganda 2026 Chevrolet Gentra samarali va kuchli dvigatel bilan jihozlangan. Yangi turbo benzinli 1.5 litrli motor yuqori quvvatni past yoqilg'i sarfi bilan uyg'unlashtiradi. Uzatmalar qutisi avtomatik tizimda ishlaydi va haydovchiga silliq harakatlanish hissini beradi. Shuningdek, avtomobil ekologik standartlarga to'liq javob beradi. Bu esa uni zamonaviy shahar hayoti uchun ideal tanlovga aylantiradi. Gentra yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun avtomatik tormoz tizimi, yo'ldan chiqishni oldini olish funksiyasi va orqa kamera bilan ta'minlangan. Yangi modelning yana bir afzalligi uning tejamkorligi va xizmat ko'rsatish xarajatlarining pastligidir. Chevrolet kompaniyasi foydalanuvchilarga uzoq muddatli ishonchlilikni kafolatlaydi. 2026 Gentra ham shu tamoyil asosida.